Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan e-maktab platformasida uy vazifalariga maqom berilganligini to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google Chrome brauzeri orqali o'zimizning shaxsiy profilimizga o'tib olamiz. E-maktabdagi login parolimiz orqali va shu joydan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Uy vazifalar bo'limi bor mana. Uy vazifalar. Shu tugmani bosamiz. Va keyingi shu oynaga olib o'tadi. O'quv yilini o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. O'sha boshlangan davrdan beri hozirgi holatda 25-26 o'quv yili turibdi. Uni o'zgartirib ko'rishingiz ham mumkin 23-24 qilib. Keyingi holatda fanni tanlaymiz. Fan sinf misol uchun 11-D sinf. U batdan o'qituvchilar ro'yxatidan o'zingizga kerakli bo'lgan, ya'ni o'zingizni shaxsiy familiya ismi sharifingizni qo'yib olasizda. Qidirishni davom ettiramiz. Men endi yil davomida qildim. Bu yerdan topish tugmasini bosamiz. Bu chorak davomida, o'sha yil davomida bo'lgani uchun hali o'tilmagan darslar turibdi. Mana maqom berilmagan sababi bular hali o'tilmagan darslar. 3-listga o'tamiz. Bu joyda mana barchasiga maqom berilgan uy vazifalarga. Keyingi holatda 2-listga o'tamiz. Mana bu joyda 23-yanvarda bitta darsimizda nimagadir maqom berilmagan ekan. Endi bunaqa xatolik bo'lishi, internet nosozligi yaxshi ishlamaganda bo'lishi mumkin. Buni bartaraf qilish uchun shu sanani ustiga bosamiz va shu nimaga o'tadi. Uy vazifaga kirib plus tugmasini bosish orqali mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana maqom berildi. Shuna qilib hamma yil davomida hamma kiradigan sinflaringni bir qator ko'rib qo'yasizlar. Maqom berilgan bo'lishi kerak. Rahmat.